Nega aylanmay? Odammasman qol desam, odammasman qol desam, ketaver, ketaver, nomard bo'lay qol desam. Bolamni tinchlikmi? Bu bilan chaqdimi? Sevgidan kuydim men dada. Qayerga kuydi? Nima bo'ldi? Rekol qilmang dada. Yo, bez prikol nima bo'ldi, bolam? Sevgan qizimni boshqa bola bilan ushlab oldi, представляешь? Qo'yga shunga siqilasanmi? Yo, meni nimam kam o'sha bo'ladi. Oshiq, senda ko'p. Qo'y bolam, siqilma, xonangga kir. Onangga aytaman, yig'ishtirib qo'yadi. Tozalab qo'ysam. Ha, tozalaydi. Sen sindiraver, onang tozalaydi, onang nima ko'r. Xayrli tong sevishganlar. Kompot o'g'lim qayerga? Sevgilim bilan uchrashuvga. Kechirdingmi? Gaplashdim, prosta qo'lidan ushlagan ekan, lekin yoqmabdi. Qizga yoqmabdimi? Yo, bola aytdi, yoqmadi dedi. Men ketdim, sevgilim oliga sevish kelay. Yana qizi zapal bo'ldi. Voy, dadasi oynani sindirdi shunisiz. Bu chersi muzikayni ye. Nima bo'ldi yana so'ltama? Aynan men sevgan qizim begona erkak bilan dachaga chiqib ketibdi bozorlik qilib. Shu dacha qancha ekan hozir sezonda? Prikol qilmang dadam mayli. Deb bo'ldi, jonga ham tegding, sen bir sevmay ekan. Seni dastingda mana ona bechalarni qara. Har kuni uyni yig'ishtiradi, hamma narsani sindirding. Dada. Halo, o'li zo'r bo'ladi. Kim bo'ladi? Zo'r bo'ladi, qachon bo'ladi? Sog'lom, xayr. Hello, Toshkent. Ha, kompot o'g'lim, yana kechirdingizmi? Kechirdim. Belidan ushlamoqchi bo'lgan ekan. Nima qiz? Chinnimisiz? debdi. Kim aytibdi? Yana bola aytibdimi? Yo'q, sevgilim. Ah, xudoga shukr. Men sevish kelay. Shunisiz kimga tortdi? Raddimda nita tortgan. Ha? Aksher nita tortgan. Odammasman qol desam, odammasman. Kompot bolam sinmaydi u. Nimaga sinmayapti buningiz? Ya uydagi hamma oynalarni sindirgandan keyin polni akva romlardan qo'ydirdim. Ana shovqining qo'shnilarga eshitilyapti ekan. Bu romlarda eshitilmaydi. Baquvvat romlar, ishonchli romlar bu. O'ylama, yana nima bo'ldi? Yana zapalmi? Sevgan qizimning rasmlari Telegram kanalida tarqab ketibdi. Voy, bo'lay sharmanda. Qaysi kanalga? Да, любимая. На дома? Сейчас? Сейчас ухожу. Dada, men sevgan qizim bilan uchrashuvga chiqib kelay. Soat kechki 1 bo'ldi. Qayerda ko'rishasan? Klubga chaqiryapti, bemalol gaplashamiz deyapti. Men ketdim. Qaysi klub aka? Shaxmatchilar klubimi? Balla qizlar klubimikin? Yayra kitobxon klubimi? Ya soat 1da qaysi klub ishlaydi? Faqat o'sha klub ishlaydi, turmasi bor.